Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Shoraxon ovli fuqarolar yig'inidagi yo'lladamiz. Ya'ni bu yoq tarafdan A380 yo'ldan kirib kelasizlar. Shoraxon jami masjidining ya'ni Nur to'yxonani eldi. Bu Kershga qaraga o'xshagan yo'llar. Ya'ni bir narsani aytib o'tacakman. Ya'ni mansabdor shaxslarimiz şu ijtimoiy tarmoqqa chiqsa, masalan, avtotransport vositasi bez nomeriga oyog'ini chiqarib bir harakat etsa, buni biratlarimiz darrov ishini hal etadi-da. Agar biz shu yo'llarni bir aytib chiqsak, lekin bunga hech kim qaramaydi. Bular ham to'g'ri, endi bularning vakolatına girmasligi mumkin, lekin girish bo'lsa bor, chiqish bo'lsa yo'q bo'lib turibdi. Lekin Shoraxona ilicha dum e'tibor zarur bo'lib turibdi. Shu e'tibor talab bo'lib turibdi hozir shu yo'llarimiz. Bu shu yo'llardan o'tganlari uchun o'tgan chiqarsa kim hokimiyatda yo'q desam benda ishidollar. Lekin yo'llarimiz poyez yo'llarida 4 kunlik yo'llarini, sentrlarni o'zini ahvoli yaxshi emas. Endi bu yoqlari aytmasa ham bo'ladi. Lekin bunga yurtboshimizdan agar shu like bosib qo'llab tursanglar, xudo xolasa yurtboshimizga obязательно yetib boradi degan umiddamiz shu videolarimiz. Lekin yo'llarimiz ahvoli juda achinarli. Juda achinarli. SSR davrida qolgan yo'llar bular. Bo'ldi, hadovoy tamom. Yana shundan bir 5 marta o'tib qaytsa, xudo xolasa remontga tez keladi. Ya'ni shu tashkilotlardan, shuni qaridon tashkilotlardan biza iltimos etib qolar edik. Ya'ni Shoraxon jami masjidining yo'li, shunga bir e'tibor qaratib, shuna bir ozgina yo'shiklarni yamab chiqsam, bir ajoyib bir savob ish bo'lar edi. Ya'ni To'rtko'l tuman hokimiyatidan ham so'rab qolar edik. Iltimos shu yo'llara bir e'tibor qaratishingizni va aholi uchun qulaylik yaratishlaringizni bir so'rab qolar edik. Yurtdoshlar, sizlar bilan To'rtko'l sekret kanali bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib, bizlarni qo'llab-quvvatlashni davom etinglar. Bugungi efirlarimiz Shoraxon jami masjidining yonidan bo'ldi.